and the masters of... Benim ismim Adam. Etner padişahlığının şahzadesi. Bu yerde Sırlık Galiskar kalesi var. Bu yolvas benim en yakşı dostum. Mende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolganda şemşirimni çıkırıp katlıkta olayım. Moskova Bu çağda yolvaz, eriş yollusu aylanır. Ben Hiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aylanırım. Benim özgürlük sırrımni dostum Şatutberi soğusuruz. Yasağı o, benim ve o korkuş kişini bilin. Biz birlikte rezillik menbiyi İlanta Kalesi'ni kelgen almasla bilen köreş kılırız. Tezroq suyumligim. Oo, agar seni tutib olsam cho'qim qariyaysan. Oko! Sen neden Oko? Ben bu yerda. Arish Oğuz'un biz bilan ko'mganligining sababini bildim. Bu yerda so'qoqqa. Ulağı qara, xuddi kichik bolalardek. Apam bilan dadam damog'ini chiqib yaxshi bo'ldi. Men shundoq uyda o'tirishdak zerkarlik. Biz yaqin yo'l bilan mengib ularga tog' etigida yetishib olaylik. Elena, you're asking for trouble. Oo! Malina, qaşlığı yo'li qilsin. Malina! Nega ketding? Malina! Bir ish bo'ldimi oliylari? Xanish, hozirla teg'i bu yerda etdi. Hamda bu chaqchaqmi deyman? Bu yoqqa chiq. Menimcha ahvol yaxshi emasdek qiladi. Siz berib izdayli oliylari, uni o'kib olgan bo'lishi mumkin. U sizni cho'chitmoqchimi ya? Xanish, ovozimni angladingizmi? Malina Xonish! Siz nerede? Malina! Yaralandingmi nima suyumliging? Bu bekli g'alit ish bo'ldi. Yasab ol. Xo'sh, oliylari. Dada! Kim o? Sen zat nima qilmoqchi? Kimsan? Chiq bu yoqqa. Ular bıçak ish kelish kerakdi. Kuzgum ichga deydigan asdami? Qirg'ich ayritlandi ba, og'il borayli. Ma'qul, biroq bekkizmangma. Ha? G'alati ish. Hamma iz tuyuqsiz yo'qolib ketibdi-ku. Men bir oz so'zda ishlatishim mumkin. Yo'q, menimcha Xiyman kelish kerak. Adam chaqadi. Sadi bilamadim, bu yerni nima ish bo'lganda. Odam shahzoda Xiymanga o'zgarib qorliq yo'qoldi. Yaxshiroq qarab boqsam bo'g'idek. Qarg'onni qilib puxtadan qiladi. Eng yaxshisi men bir oz so'zda ishlatay. Mening muzlab ketibdi. Taxtiyat oshkorinib qoldi. Bu yerda azaldan talantay yo'qdi. Boshqa bir amal topay. Birakim ariyat olgan bo'lsam yaxshi bo'ladi. Bu yer xiyli cho'nkan. Ehtimol sehri bilan boshqalarni topa olishi mumkin. Yaxshi qilding, Silashim. Rahmat sana. Meni apo qilgin, hurmatli podshoh. Sizlarga bunda qo'pol muomala qilmasligim kerakdi. Tunji ko'rishimizning ko'ngillik bo'lishini umid qilaman. Birdam saqlab turaylik. Eliqi rivoyatdagi qahramon Xiyman sizlarni qutqizg'ich saqlab turaylik.
Acayip kız. O yana qanchalik saqlaydiganligini o'zim bilmaydim. Amaliyotda Himan değil bu yerda. Ben bir ish qilishim kerakmi qandaq? O'ylab boqay. Men Xiymanni saqlayotiman. Bu to'g'riliq rivoyat hatto bizning muz dövlətimizgacha eqib keldi. O Himanni menga ko'rinmaydi. Sehrosining nuri qudratli shamsharga o'zgaradi. O g'alaba qildi. Endi bir harakat qilay. Buning hammasi o'tib ketgandan keyin ehtimol sizlar menga ijozat berishinglar mumkin. Himanning do'stiga bundoq muomala qilgan kim? Sen Xiyman. Men Himan. Ochchig'imni ko'rdingmi? Mendek gunoh qilyapsan. Do'stimni qo'yibman. Tez bo'l. Oldingmi yo'q? Sen Xiymanmi emasmi? Buni sinash nihoyatda oson. Slash, uni boshqalar bilan bir qatorga turg'iz. Yo'q. Slashning rost Xiymanga taqobil turish qiyin emas. Men bu fursatni cho'k. Dushmanga taqobil turay. Sen benim dostumlu koyuyorsan yoki men o'zim bir taraf qilamdiman. Yo'q, Xiyman, o'tinib qolay. Men sening kuch-quvvatingning cheksizligiga ishonaman. Lekin vaqti kelganda barliq kuchim bilan seni to'sayman. Menda texmi ko'p silashlar bor. O'zimdimi sehr bor. Uni osonlikcha ishlatgim kelmaydi. Nima uchun ishlatmaysan? Hozir ojiti yo'q. Balkim biz ma'lum shartga kelishib qolamiz. Qandoq shart? Qabiy Iskilit shoh qizimni bo'lib ketdi. Qizim hozir Iskilit shohning qal'asida. Uni qutuldirish uchun xonliqning barliq odamlarini tutish to'g'risida buyruq bergandim. Agar qizimni qutuldirsang, do'stlarimning hammasini qo'yib beraman. Avval qo'yib o'talamsan? Yo'q, unda qilolmayman. Lekin samimiyligingni bildirish uchun ulardan birini qo'yib o'tishing kerak. Sen Xiyman, qizimni qutuldirishga qo'shilding. Shartimni ko'nsang sinab kerak. Shartingni o'ylab beqishga bo'ladi. Qaysini qo'yib o'taman? Oxirdagini. Nima uchun? U mening yordamchim. Xiyman, meni qutuldirganinga rahmat. Men yolg'ondan Himan bo'lsam xafa bo'lmaydigansan? Yo'q, sening unda qilishing dal bizni qutuldirish uchun emasmi? Bo'ldi. Endi sen Himan qo'ylar. Ondan birlikda berib ularni qutuldiraylik. Yo'q, sen Xiymanning nomida va'da bergan. Biz avval Iskilit shohning o'siga berib, Muz shohning qizini qutuldirishimiz kerak. To'g'rimi? Va'da degan va'da. Xiyman va'dasiga vafo qilish kerak-da. Boks quloq ata turdi! Hazırlayla terör berişimiz gerek. Nana bildi bazen bulandı. Sen mening ershi o'lusim o'xshapli qolding. Biroq Iskilitchaning o'zi. Sen eli quygan o'mchikka yaxshi taqobil tug'anding-ku. Shundoq. Lekin sen hozir Himan, meni kira qilmaysan. Yordamchilarimning hammasi kerak. Uning ustiga men sening yordamching bo'lsam, to'g'rimi, Oko? Bu mumkin emas. Meni undaq deyishim seni qutqizish uchun. Aytganing nihoyat to'g'ri, Oko. Men chaqchaq qilib qo'ydim. İşini obdan epladim. Men yolg'iz unda qilolmaydim. Anladingmi? Rostmi? Rost. Biz kelay deb qoldik. Burunli gap bo'ldi. Endi eng yaxshisi ostroq mangayli. Cho'qim ehtiyot qilishimiz kerak. Bundan dam ilishib kelgan joy emas. To'xta, biz sal turib kiramiz. Kirimiz? Qandoq kirimiz? İlan eg'izidan o'milab kiramiz. Nima? İlan eg'izi?
Bularning sayısı görünmedi. Ben berip qarab bakay. Görünmeydi, yok. Yaxshi, davomli kuzatinglar. Muzcha hayal qilmay barliq odamlarni boshlab keladi. Sen nima uchun kuzchi ekranini qarab bakmaysan? Muzcha muz taqdimini qor bilan qarshi elib, qor yegizgan. O odamlarni boshlab kelganda, men uninga tegishli javob qaytiraman. Agar u barliq odamlarni boshlab kelmizcha qanday qilamiz? Bu kalva. O elib keladi. O qizni elib ketish kerak, bilamsan? Sen o malikaga qarashga mas'ul. Tushundim, u turmida. O'rningga qayt. Tez bo'l. Hozirlik qaytma. Hozirla. Ömrünüz, sen ahval güzel. Bolu'da. Vazifemni çok kum bitirme. Bu yerda tamamlıqdan ahane düşdimi? Acab münasibasti. Okey. Sen qanday his qilyapsan? Hech qandoq. Sen pushaymon qilasan. Sen benim aldığımda neyren işirtişip etindin mi? Ben uçakta bu yer yotkep gelip senin kançılık iktidarın bağlıkını bürküre. Hava yaman emas, shundaqmi? Nima? Ha? Nima şok yaptı? Ben buralı oylap yetişim gerekti. Ben sana eğittim o. Ben oylamağa yerden çıkışı yaxşı görme. Ben sendeki adamı takapıl duruştu iki kolumunu işletmeyim hemen. Sen onun erişime edip oylama. Tüm reaksi alvastı. Bana takapıl donunu gör bakay. Bu 10 İngilizcesi uzunluktaki tömür. Ben bunu herkes zayi akıl etmeyim. Bir İngilizcesi yok kaldı. Yani 9 İngilizcesi var. Oku, ağamça. Hayır, hoş tüm reaksi alvastı. Ancha kuch ketmagandek qiladi. Xuddi beliq tutqanga o'xshash Oku. Sen biraz esiqliq tug'an Temir zalvasti. Yo'q, gap qilma dema. Past tushib ketma yana. Ish qilib men seni qandoq to'yga tikkanligingni obdan bilaman. Biz kirsak bo'lamda? Biz uni qandoq topamiz? Bu yerda qo'rqinchli gap. Men o'zimni xuddi dunyoning bir chetiga kelib qolgandek his qilyapman. İskelet şahını tapsaqla, heli qizini topa olaymiz. Undaq bo'lsa biz iskelet shohini topmasak bo'lmag'ada. Nima? Iskelet shoh? Bu yoqqa kel Oku, yaxshi o'yin boshlandi. Yaxshi yo'q. Mening dadam bir oliyjanob kishi. U hargiz o'z odamlarini tutib, bu yerga boshlab kelmaydi. O shunday qiladi. Bo'lmasa pushaymon qiladi. Sen dadam bilan so'zlashib uni tezroq harakat qilishga unatsang bo'ladi. Mumkin emas. Ha? Men nahayat issiq bir narsani bu yerga olib kelaman. Nahayat issiq. Mayli men yoki dadam bo'lsin. Hargiz eskilar bilan birga eskilik qilmaymiz. Qandoq qilsan ixtiyoring. Obdan o'ylinsan taqa. Biz bu yerning temperaturasini o'rlatsakli bo'ladi. Shundaqmi, Bosman? Yaxshi chora. Men zukam bo'lib qoldi. Bizga fursat keldi.
kim? Qaraganda tanışıp alsak o'g'idek. Biz Oko bilan Xiyman. Zat qaysinglar? Bu qiziqarli savol bo'ldi. O'kodan so'ramaylik qo'y. U elishib ketdi. Men sinab ko'ray. Bizni dadamga aytgan bizdan qutuldiq keldi. Rahmat sizlarga. Lekin bu oson ish emas. Qandaqli bo'lmasin bu yerdan tez chiqib ketishimiz kerak. Maqsad bo'lamda. Bu narsalik uyni istalaydi. Yani karmeliksini mi? Aha, Xiyman! Yaxshimisan, Bosman? Sho'rib qaytib otamsan? Sen onu öğrettin o. U hazır, muzludu. Bu sir yomon emas-ku. Etishni mashq qilay demsa. Bo'ldi, sana bir tetisib qo'yay. Roketim, onu yuttirib qo'yma, Bosman. O texim ehtiyot qilish kerak. Bu ko'rinish menga bak yoqdi, lekin bu yerdan ketishim kerak. To'g'ri aytdi. Iskilcha bizni tezda sezib bilish mumkin. Men uni ko'msam deyman. Agar tasodifiy ahvol yuz bermasa, biz bu yerdan ketalaymiz. Come on. Hey, Temir kız, cevap ver. Sen nereden? Niye mi köyden? Yani uyuyadı uxlavatamsan, ha? Beni kutkuzumu, beni koğulam çıkardı, tuncuk geldim. Hey, niye mi kıyıp aldın Bosman? Sen bunu oyun deyip kalamsan? İskilitşahım beni çıkarıverdi. Hem de oyunu toygansan, tez bir karap bak. Temir kız tarafı neymiş oğandı? Oyanı uxlavatam diye. Xiyman, Xiyman. şu o hazır ilan teğida, oyunu melikini kutuldurmakçı. O kaçanmaydı. Endi bo'ldi, biz chiqib ketaylik deb qoldik. Endi qo'rqmaydigan bo'ldim. Bunchilik ko'p narsa aytganligimni o'ylab boqmabdiganman. Ko'tarib ketdi. Undaq emas. Bu yoqqa kelinglar, tez mangayli. Biz so'nib qoldik. Buning bo'g'ini. Ehtimol e'lon teg'i tirilib qolgan o'xshaydi. Ha, Xiyman, sen kaçanmaydıgan buldun. Qarg'anda biz ketsak bo'g'idek, bizni qarshi oladigan vaqtni ketkizib qo'ydi. Men sening yordamiga muhtoj Qarguli. Bo'ladi. Sen nimaga muhtoj? Biroq tezroq harakat qilaylik. Oldi bilan biz Temir Eg'iz alvastini do'stining yoniga olib qo'yaylik. Qo'lini tap Xiyman. İskilitşah meni qutuldu. Qarguli, sen Temir Eg'iz alvastining qaytishiga yo'l ochib beralamsan? Nima? Ha, to'g'ri, tushundim. Endi e'lon eg'izini ochadigan vaqt keldi. Tez bo'linglar, tez! Ulan kaçıp gitti. Meni kim qo'yib da? Ben zukam boğanda kılımı. Eğer sen aylık belki yaxşı qargan bolsan, hiç yüz vermegen bolat. Hem de özünü kandan aklamakçı. Şundan mı? Ha? Ah, sirtning ovozi nima degan yaxshi. Uy qayta oladigan bo'ldim. Xiyman, sen nimda rahmat desam bo'lar. Shundaqmi? O ko'mi nurg'un chiqildi. Shundoq. Oku, sana nimda rahmat etishimni bilmayaptimi? Sen mamuz bilan sehr qilishni aytib qo'ysang bo'ldi. Chatoq yo'q. Ben nahayet hicillendi şah. Bırak iskili şahның qısıtışı bile şundaq bo'lib qoldi. Qizimni qutuldirishning boshqa amalini topolmadim. Bizden yeni yerden talep kısan buludu.
Ben çokum şunda kılıma. Men üçün Xeymanga rahmet etip qo'yinglar. Onunğa minnatdarligimni bildiremedim. Sen qaysi Xeymanni deysa? Ham Xeymanni. Xeyman sal qaramırak. Bu qəhrəman daim maqtaşqı sazavəri buludu. Bugünkü hikayede oku amal kılıp bizni kutuldurdu. Şundaklı bir savakka erişti. Umuz şahkı bergen vədisini yeni vağıl taslı kaldı. Bilimi yaxşı adam onunla del vaxtı terbiye berdi. Kılanmaydıgan işki vədi kılması gerek. Vədi kıgan iken onu çokum orulaş lazım. Başkalar sana her cihetten baha berdi. Senin çırayın, samimiligin, işlerini bir taraf kılışın, senin alahilligini gövdlendirdi. Sözünü oylaşın, hem sözünü iyi buluşun gerek. Şundak boğandılı seni başkalar hürmetleydi. Hayır, hoş.